Assalomu alaykum. 2025-yil 1-oktyabr, ya'ni o'qituvchilar, muallimlar bayrami bilan tabriklaymiz. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Sababi yaqinda 1000 tadan oshib yaxshi kачественный videolar olishga harakat qilyapmiz. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umidamiz. Bugun chorshanba haftaning pomidorlar narx-navolarini ko'rsatamiz. Ko'rishinglar mumkin. Qizil pomidorni, sredniylarini 5,5 ming so'mdan 5 ming so'mdan taroziga qo'yib beryapmiz. Atbornilarimiz ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa, sartaroshkalar ideal holatda, taylargacha zo'r, do'konga olib borib bemalol sotaverasiz. Ichidan o'lsa chiqmaydi. 8,5 ming so'm qilib beryapmiz. Ko'rishinglar mumkin. Platinum degan sorti buni. Xohlasanglar, karzinkada ham bor. Agarda kerak bo'lsa sizlarga ko'rishinglar mumkin. Bu standartroq, bu boshqa baykalimiz. Buni ham narxlari shunaqa 8,5 ming, 8 mingdan qilib beraveramiz. Rozilarimizni ko'rishinglar mumkin. Rozilarimiz 10 ming so'mdan bo'lyapti. Sartaroshkalar ideal holatda, shirin sortida. Ko'rishinglar mumkin mana. Holatlari zo'r. Ichida tagidan oqi, bo'zarganlari chiqmaydi. 530 sortlarimiz. Bularni 9 mingdan qilib beryapmiz. Qattiq sort, bu bir hafta ham turaveradi bemalol. Agar tegmasangiz, salqin joyga qo'yib qo'ysangiz, yusufskiy pomidorlarimiz ko'rishinglar mumkin. Yusufskiy pomidorlarimiz 14 ming so'mdan beryapmiz. Holatlari yaxshi, bo'zargan, oqargan, bezi chiqadiganlar emas. Sredniylarimizni ko'rishinglar mumkin. Mana sredniylarimiz 9 ming so'mdan kelishtirib 8,5 minglardan qilib beraveramiz. Holatlari ideal holatda. Yusufskiy pomidori uji salqin tushgani uchun dimlama emas bu. Chisti palaydan chiqyapti. Ko'rishinglar mumkin. Ko'rishinglar mumkin. Mana nauchi pomidorlarga so'raydigan bo'lsanglar, mana nauchi pomidorlardan bozorga kiryapti. Kamayib ketgan soni. Narxi 7 ming so'm, srednisini 6 ming so'mdan qilib berishyapti. Ko'rishinglar mumkin. Chesnoy nechi pul chesnoy? 25 mingdan ekan chesnoylar ko'rishinglar mumkin. 8 ming so'mdan mana templari ko'rishinglar mumkin. Jaydar templar mana akamiz ozroq qopti. Bugun chorshanba, o'qituvchilar kuniga bayram qo'shib narxlarini. Necha pul ekan bu qizil, Kamol opa? Qizil ko'rishinglar mumkin. Ko'rishinglar mumkin. Mana Begabotda pomidorlar, Mestin qizil pomidorlarini, xudo xolasa atbornilari, sartaroshkalari xudo xolasa yaxshi holatda. Srednisimi bu aka? Ha, srednisi necha pul? 3,5 ming. Srednisi 3,5 ming so'mdan ekan. Atbornimiz necha pul? 6,5 ming. Atbornimiz 6,5 ming so'mdan ekan. Akajon, telefon raqam ayta olamizmi? Xalq kelsa, Food City bozoriga. 94lik 360 4161. Akamizga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa Begabot pomidorlar kerak bo'lsa mana Isuzu'lab optim narxlarda sotadi. Kelishtirib beradi desanglar, chiroyli qilib beradi. Asl dehqon ekan akamiz, ko'rishinglar mumkin. Agar bankaning ichiga uni maydachalarni soladigan bo'lsanglar yoki sous-pousga, misol sonsacha yoki nimalar ikrab-ikralarga ishlatadigan bo'lsa, necha pul maydachasi? 1000 so'mdan ekan maydachalari. Ko'rishinglar mumkin akamizga. Kelaverasizlar degan umiddamiz. Uji mana oshqoqlar ham uji ko'payishdi boshqalabdi dehqonlardan. Oshqoqlar necha pul ekan Mahmud aka? 2800 so'mdan ekan, ko'rishinglar mumkin. Oshqoqlarni. Aka telefon raqam ayta olamizmi? Magazinchi, do'konchilar. 93lik 808 2801 akamizga kelaverlar. Ko'proq olsa 2,5 ming so'mdan qilib berishaverar ekan akalarimiz. Kelaverasizlar. 6800 so'mdan mana Begabot qizili uji kamroq qolibdi. 6800 so'mdan qilib. Srednisi necha pul aka? 5 ming so'm ekan, 4800 so'mdan qilib berar ekan. Srednisini ko'rishinglar mumkin. Yiriroq ekan srednilari. Xudo xolasa. Aka, srednilarimiz necha pul Begabot qizili? 3,5 ming so'mdan qilib berishyapti akalarimiz, ko'rishinglar mumkin. Holatlari o'zini holatiga, rangi yo'yiga qarab narxlar belgilangan. Atborimiz necha pul aka? 5,5 ming so'mdan ekan atborlarimiz. Ko'rishinglar mumkin yon taraflarda. Ya'ni aka, qizilimiz necha pul ekan? Xudo xolasa atbornimiz. 6 ming beramiz. 6 ming beryapsiz. Srednisi bormi buni? Srednisi tugadi. Srednisi tugadi. Telefon raqam ayta olamizmi aka, yo'qmi? Ayta olamiz. Nechilik nomeringiz aka? 99lik 828 5549. Akamizga chiqinglar. Chiroyli qilib Begabotda yaxshi pomidorlardan qilib beradi degan umiddamiz. Kelaverasizlar, Food City bozoriga kelinglar. Xudo xolasa mana ko'rishinglar mumkin. Ko'k pomidorlar ham boshlanibdi. Ko'k pomidorlar narxlari 5 ming so'mdan
4,5 ming, 5 ming so'mdan qilib beryapti. Bu lojinli ko'k pomidorlar. Akajon, ko'k pomidorlar nech pul ekan, xudo xolasa? Srednilar 4 ming. Srednilar 4 ming. Atbori nech pul? Atbori ana. Mana nech pul bu? Atbornilarini akalarimiz 5 ming so'mdan berayotgan. Bu qanaqa pomidordik akajon? Lojin dala. Lojin dalaniki Begobodniki ekan, ko'rishingiz mumkin. Mana srednilari 4 ming so'mdan qilib berishyapti akalarimiz. Ko'k pomidor. Buri nech pul akajon? Buri ham 5 ming so'mdan ekan. Telefon raqam ayta olamizmi aka? Biz YouTube ko'radi aka. 90lik 176 176 71 89. 71 89. Akamizga aloqaga chiqinglar. Ko'k pomidor agar tuzlaydigan bo'lsalar, xudo xolasa yaxshi qilib beradi, xudo xolasa degan umiddaman. Akamiz mana uje aytayapti, 1 Isuzu tugadi deyapti. Xudo xolasa mana ozgina qolibdi, bir 300-400 kilo atrofida qolibdi-da, 1 Isuzu'ni. Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin, Food City bozorini Bodring qatorida oxiriga kelsanglar, mana uje qizil pomidori hammasidan bor uje. Ko'payishni boshladi ko'k pomidorlar. Ko'rishingiz mumkin, mana uje Teplitsani pomidorlari ham uje ko'payishni boshlabdi. Akamiz 17 ming so'mdan beryapti, 5 talik yiri. Aka nech pul? Qizilimizchi, srednisi 6 ming so'm. Teplitsa bu. Teplitsa. Telefon raqam ayta olasizmi? 90lik 908 08 84. Akamizga aloqaga chiqinglar. Teplitsani zo'rlarini qilib beradi. Bodring kerak bo'lsa, bodringni ham zo'rini qilib beradi. Ha? Orzu sort ekan, 4500 so'mdan mana bodringlar berishyapti akamiz. 1 Isuzu'da turibdi ekan o'zi. Kelarasizlar degan umidamiz. Bodring nech pul ekan aka? Vodiydi bodring nech pul ekan? 5 ming so'mdan berishyapti ekan mana akalarimiz. Ko'rishingiz mumkin. 3,5 ming so'mdan ekan, ko'rishingiz mumkin. 3,5 mingmi? 3,5 mingdan ekan oshko'lar, ko'rishingiz mumkin. Opajon, qopga nech pul beryapsiz oshko'larni, xudo xolasa? Chiroylisi 3 ming bo'ladi. Chiroylisi 3 ming so'mdan, a? Kiloga. Kiloga. Dehqon taxlamasdan olib 2800 beradi. Bo'ldi. Dehqonlar ta'lamasdan olib kelayotgan 2800. Agar qopga olsanglar, sal yo'lini qilib berasizlar, qopga olsa. Beramiz. Kelishtirib berar ekan. Kelishtirib beramiz. Kelishtirib berar ekan. Ko'rishingiz mumkin, oshko'lar ham o'zi ko'payib qoldi yon atrofda. Akajonlar, ko'rishingiz mumkin, o'zi Teplitsan pomidorlari ham ko'payapti, chunki dalani pomidorlari o'zi xiralashni boshladi, ancha-munchasi o'shaning uchun. Ko'rishingiz mumkin, mana 5 talik pomidorlar, xudo xolasa Teplitsani pomidorlari, sartorofkalari ideal holatda. Endi bir qatorlik obodsiz bo'ladi. 4 talik ekan bu. Aka, bu 4 taligi nech pul chiqyapti aka? 15,5 ming so'mdan optim narxda chiqyapti. Atak 50 ta 100 ta oladigan odamlarga shunaqa narxda agar donaga oladigan bo'lsanglar 1000 so'm, 1,5 ming so'm raziyasi bo'ladi. 5 taligi nech pul chiqyapti buni aka? 68. Qadega 6 taligini ham ko'rishingiz mumkin. 6 taligini ham mana xudo xolasa holatlari zo'r, taylargacha bir xilda ko'rishingiz mumkin. 6 talik nech pul chiqaryapsiz aka? Muhammad Karim. Ha aka. 6 talik nech pul chiqaryapsiz aka? 6 taligimizni 14 ming so'mdan chiqarib beryapmiz akalarimizga, ko'rishingiz mumkin. 5 taliklar nech pul akajon? Hammasiga 5 taliklar 15,5 lardan qilib berishyapti akalarimiz, ko'rishingiz mumkin. Saloba YouTube'ga hayr qo'ying. Qaytiki qizil. Namanganda Vodiyda qizili, ko'rishingiz mumkin. Narxlari 10 ming so'mdan, Teplitsaniki standart rog'i ham bor, mana ko'rishingiz mumkin. Holatlari ideal, 2 qator bo'ladi. Teplitsaniga kelib olib ketishlarini maslahat beraman Food City bozoriga. Ko'rishingiz mumkin, o'sha o'zingizlarga 18 ming so'mdan berishyapti akalarimiz. 5 talik pomidorlar, teplishli pomidor, ko'rishingiz mumkin. Mana o'sha 1 Isuzu'da bor. Aka, telefon raqam ko'rishingiz mumkin. O'sha narxlarini o'sha dalan pomidorlarni ko'rib qo'yinglar. Nech pul ekan aka? Yusuf. Hoji aka, Yusuf nech pul ekan? 12 ming. 12 ming so'mdan berishyapti akalarimiz, kelishtirib berib olyapti. Qizillar nech pul aka? Qizillar 8,5 8 ming. Qizillar 8,5 ming so'mdan ekan narxlari. 11 ming so'm zo'rlari mana. 11 ming so'mdan beryapti mana akamiz. Yusufskilarni zo'rlari deyapti akamiz. Xudoolsa kelaverasizlar akamizga Food City bozoriga kelinglar. Videoga like bosib qo'ying. Qizillar qara chempion. Tempa bu qizillar. Tempa. Qizillar tempa ekan, ko'rishingiz mumkin. Deyordim mana. Bahodir aka akaning ismi, kelaverasizlar. Ha, videoga like bosib qo'yinglar, chunki pomidordan rangi o'shadi, qizartirib qo'ysanglar, Ves Toshkentga yetib boradigan umiddamiz. Iloj bo'lsa qo'llab-quvvatlab oringlar.
Iloji bo'lsa qo'llab-quvvatlaringlar, videoga like bosinglar, videoni bestoshga jo'natinglar. Iloji bo'lsa narx-navolarni deyarli narxlarda chiqarishga harakat qilamiz. Bu narx-navo xalq uchun, xalq tilida joylariga chiqadi. Videoga like bosib jo'natinglar. Agar iloji bo'lsa, mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsanglar, pastga nomerni yozib qo'yaman. Reklama uchun chiqinglar, murojaat. Magazin, do'kon, mahsulotlaringizda reklama qilib berish mumkin. Sababi sifatli kontent chiqishi uchun qo'llab-quvvatlash maqsadida reklama olyapman. Iloji bo'lsa, padeshcha qorasida degan videoga like bosib, bestoshga jo'natinglar. Donat qilish uchun raqamlar yozib qo'yganman. Sifatli kontent chiqishi uchun qo'llab-quvvatlash degan umiddaman.